Assalomu alaykum. Bugundan boshlab sizlar bilan HTML darslarini boshlaymiz. Keling, HTML so'zining o'zini uzaytirilgan ma'nosi, uzaytirilgan qismini tushuntirib o'tsak. Buni uzaytirilgan ma'nosi Hypertext Markup Language deb ataladi va uni vazifasi bizlar yozgan kodlarimiz yoki kontentlarimizni web sahifalar yoki web saytlar ko'rinishida internetda vizualizatsiya, ya'ni namoyish etish, taqdim etish hisoblanadi. Demak, shundan kelib chiqadiki, bizning saytlarimiz yoki sahifalarimizning tub asos negiz qismini HTML tashkil qiladi. HTML teglardan iborat. Teg nima, uni qanday yozilishi haqida keling biroz suhbatlashib o'tsak. Odatda teglarimiz katta kichik belgisining ichida yoziladi, ya'ni mana bunday shaklda. Misol uchun katta kichik belgisini ochamiz, keyin tegning nomini yozamiz. Misol uchun teg nomi, hozircha bu ixtiyoriy, hech qanday bunaqa teg nomi degan tegning o'zi yo'q. Va katta kichik belgisini yopamiz. Agar bizning teglarimiz ikki xil holatda bo'ladi. Ya'ni juft teglar va tog' teglar. Juft teglar degani tegimizni yana qo'shimcha davom bo'lsa, ya'ni davom degani mana bunday shaklda xuddi o'sha nom qaytadan takrorlansa, bu juft teglar hisoblanadi. E'tibor bering, bizning tegimiz katta kichik belgisi ichida yoziladi, uni ichidagi nomi hisoblanadi. Agar xuddi shu nom ikkinchi marta takrorlansa va oldida mana bunday qiyshiqchiligimiz, ya'ni slash belgisi tursa, demak bu tegimiz juft teg hisoblanadi. Juft teglarda ochiluvchi va yopiluvchi degan atama bor. Bu degani birinchi qismimiz, ya'ni mana bu qismimiz ochiluvchi qism, keyingi qism yopiluvchi qism hisoblanadi. Keyingi qismimiz yopiluvchi qism hisoblanadi, mana bu qism. Buni nima qilib beradi degan bo'lsak, mana bu ikkita katta kichik belgimiz bir-biriga to'g'nash kelgan joydan biz orasini ochib yoki bo'lmasa boshqa bir amaliyotlar bajarishimiz mumkin. Qanaqadir so'zlar yozishimiz mumkin. Xullas, o'sha ikkalasining o'rtasida so'z yozishimiz mumkin. Bu birinchi turdagi tegimiz edi. Ikkinchi turdagi tegimiz bu bambu tartibda yoziladi. Teg va uni yopiluvchi qismi yo'q bo'ladi. Faqat bittalikda o'z bo'ladi. Ya'ni o'zi qanaqadir vazifani bajaradi. Xo'p, endi tegni yozilishini ko'rdik. Uni ikki turga bo'lishini bildik. Juft va tog' teglar. Juft teglar birinchi qism ochiluvchi qism, keyingi qism yopiluvchi qismligini bildik va tog' teglarda faqatgina bitta o'zi kelishini bildik. Ya'ni uning yopiluvchi qism bo'lmaydi. Ochiluvchi qism bo'ladi, lekin yopiluvchi qism bo'lmaydi. Bildik. Endi tegni vazifasi nima? Nima uchun u HTML teglardan iborat bo'lishi kerak degan savolga keladigan bo'lsak, tegni vazifasi bizlar yozgan o'sha saytimizda tub negiz qismi dedim-ku, kontentlarimiz yoki kodlarimizni ekranda turli xil ko'rinishda chiqishini ta'minlab beradi. Aytaylik, biror so'zimiz kattaroq hajmda yoki bo'lmasa kichikroq hajmda, to'q qora rangda yoki bo'lmasa ochroq rangda yoki bo'lmasa qanaqadir rasmlar chiqarish, videolar yuklash, aytaylik yoki bo'lmasa bir saytdan boshqa bir saytga o'tadigan havolalar hosil qilish yoki tablitsalar, ro'yxatlar hosil qilish, xuddi shunga o'xshash boshqa bir vazifalarni bajarib keladi teglar. Teglar shuning uchun xizmat qiladi. Keling, endi HTML o'zini holatda yozilishi, tarkibiy qismlari haqida gaplashib o'tadigan bo'lsak. Demak, bu narsani tushunib oldingiz, endi buni o'chirib tashlasa ham bo'laveradi. Demak, bizning HTMLimiz, ya'ni HTML 5-versiyasi mana bunday so'z bilan boshlanadi. Ya'ni katta kichik belgisini ochamiz, unda belgisini qo'yamiz, keyin doctype HTML deb nomlanadi. Boshlanish shunday boshlanadi. Demak, bu yerda doctype tegi deb hisoblanadi va uning vazifasi bizning HTML versiyamizni bildirib turadi. Bildiradi. Yozib qo'yaylik, o'zimizga eslab qolishimizga oson bo'ladi. Iloji bo'lsa daftarlarga ham yozib yodlab olsak yaxshiroq bo'ladi. Keyingi qism bu HTML deb nomlanadi. HTML tegi. Ular mana bu yerda sal foto ketgan. HTML
va u juftdek, ya'ni uni ochiluvchisi va yopiluvchisi ham mavjud hisoblanadi. Ko'rdingiz, doktype tog'dek uni hech qanday yopiluvchi qismi yo'q tepadagi tegimizda, lekin HTML'imizda ochiluvchi, yopiluvchi qismdan iborat ekan. Bu ikkitalik juftdek hisoblanadi. Va asosiy loyihani konteyneri yoki bo'lmasam qolipga solib turuvchi qutisi bu ayni o'sha HTML tegi hisoblanadi. Demak, buni loyihaning tartibga solib turuvchi qutisi deb qo'yaylik. O'zimizni tilda tartibga soluvchi qutisi. Endi keyingi qism, endi bu HTML ichida ketadi. Keling shuni pastroqda mana bunday tartibda yozsam. HTML ochamiz. Buni yopiluvchisini ham qilamiz. Va shuni ichida yozadigan bo'lsam, bizga biroz tushunish osonroq bo'ladi-da, qayerda yoziladi. Demak, odatda HTML ni doctype tagida HTML keladi. Hozir bu qismni olib tashlaymiz. Agar yozib olgan bo'lsangiz, buni olib tashlayvering. Keling, bizga xalaq bermasin. Yoki bo'lmasam, mana bunday yozsak ham bo'ladi. Buni olamiz-da. Mana bu yerga qo'yib qo'yamiz. Bunisini esa o'chirib tashlayveramiz. Endi HTML ichida, ya'ni boya aytganimdek, ikkita katta kichik belgimiz to'qnash kelgan joyda orasini ochib yoki bo'lmasam shuni davomida yozib ketsak bo'ladi degandimi? O'rtasida, mana bu qismga e'tibor qaratmaysiz. Shu HTML o'rtasida joy ochib, shu yerda yozamiz. Birinchisi head tagi. Bu ham ikkitalik. Va uning vazifasi bizning loyihamiz uchun zarur bo'lgan tashqi fayllar yoki bo'lmasa havolalarga o'zida saqlab turuvchi qism hisoblanadi. Ya'ni loyihamizda uchun kerakli bo'lgan bosh qism desak ham bo'laveradi. Ya'ni loyiha uchun zarur manbalar deylik, zarur manbalar saqlanadigan ombor yoki bo'lmasam qism. Buni hali to'liq o'tamiz. Hozircha shunchaki tarkibi qism bilan tanishib o'tsak. Keyingi qism bu body qismi hisoblanadi. Bu ham ikkitalik tegimiz. Va uning vazifasi bizlar asosiy loyihaning tana qismi shu yerda joylashadi. Ya'ni asosiy tana qismi joylashadi. Bu HTML ning asosiy tarkibi tuzilishi hisoblanadi. HTML shulardan iborat. Qolganlarini sekin-sekin birma-bir qo'shib boramiz. Endi keling, endi buni kodda, faylda ochib ko'rib, sinab ko'rsak, yozib ko'rsak. Demak, dastlab HTML fayl qanday ochiladi? HTML fayli ochish uchun Visual Studio'da o'yin tugmasini yoki bo'lmasa mana bu belgimizni bosamiz. Ya'ni new file deylik. Mana bunday new file qilib olamiz. O'yin tugmani bosib, endi ixtiyoriy nom, misol uchun men buni index deb nomlayman, lekin biz majburmiz .html qo'yishga. O'zi ko'ryapsiz, .html qo'yganimdan keyin oldida mana katta kichik belgisi chiqib qolyapti. Bu HTML ning logotipi yoki emblemasi desak ham bo'ladi. Bosilgandan keyin endi boyagilarda, ya'ni mana bu so'zlarimizni yozib o'tirishda, qo'lda yozib o'tirishda osongina yo'li bor. Bu shift va undo belgisini birgalikda bosish. Shift va undo belgisini birgalikda bosganimizdan so'ng bizga mana bunday belgilar chiqadi, bittalik va uchtalik. Biz bittaligini tanlaymiz. Mana ko'ryapsiz, HTML ning oddiy tarkibiy qismi bizga hosil bo'ldi. To'g'ri, bu yerda hozir bizlar bu yerda aytmagan teglarimiz ham ochildi, ya'ni bu yerda yozmagan teglarimiz ham ochildi.
Buni darslarimiz davomida bitta sharhlab o'tamiz. Demak, hozirgi turishni qarang, haqiqatan Doctype eng tepada kelyapti. Buni vazifasi HTML versiyasini bildirish. HTML bu loyihani asosiy tartibga solib turuvchi konteyner, ya'ni konteyner bilasiz, to'rtburchak bo'ladi, ichiga boshqa bir yuklar solinadi. Xuddi shunday quti vazifasini o'tab beradi. Head qismi bu yerda o'zi bir qancha ya'ni qo'shimcha teglar bilan kelyapti. Bu loyiha uchun hozircha kerakli tarkibiy qismlar yoki manbalar desak ham bo'ladi. Loyiha uchun kerakli manbalarni o'z ichiga oladi head qismi. Body qismi esa orasi ochiq va bo'sh joyda turibdi. Bu yerda biz o'z kodlarimizni yoki o'z sahifa saytlarimizni yozishimiz kerak bo'ladi. Yozish qoidasi eslatib o'taman yoki bo'lmasam yangi aytaman. Mana bu joydan, ya'ni o'rtasida bo'sh joydan chiqmagan holatda yozamiz. Ya'ni shu joyda yozib ketaveramiz. Pastdagi mana bodylarni o'chirib yubormaymiz, HTML'larni o'chirib yubormaymiz yoki bo'lmasam tepadagi qismlarni o'chirib yubormaymiz. Aksariyat holatda o'quvchilar shu xatoga yo'l qo'yishadi. Keling endi HTML teglari qanday teglar borligi yoki bo'lmasam ularni yozilishi, vazifalari haqida birozgina gaplashib o'tadigan bo'lsak. HTML da teglari boya aytganimdek, vazifasi biz yozgan kontent yoki yozuvlarimizni turli xil ko'rinishlarda chiqarib beradi, ya'ni turli xil vazifalarni bajarib beradi. Dastlabki sarlavha teglari deyishadi yoki bo'lmasam matn teglari, o'shalar bilan gaplashib o'tsak. Bizda sarlavha teglari 6 xil, ya'ni shuni mana bu yerda yozib keta qolaylik. Mana bodyning o'rtasini ochib, bizdagi oson bo'ladi-da, chunki VS Code HTML faylda o'zi yordam berib yuboradi. Yozib qo'yadi, ya'ni davomini yozib qo'yish mumkin. Mana bu yerlarda nimadir yozsangiz o'zi davomini yozib yuborib, siz nima bo'lganini bilmay qolishingiz mumkin. Shuning uchun qo'lda mana bu yerda yozamiz. Demak, mana bu yerga buni ham ochib qo'yaylik, tushunib turishsin. Buni o'rtaga olib qo'yaman, ya'ni mana bu yerga, yoniga emas, shu yergacha. Loyiha uchun zarur manbalar saqlanadigan qism. Endi bodyga esa loyihaning asosiy tana qismi joylashadi deb. Bu yo'lga yozamiz va shuni tagidan biroz teglarimiz haqida gaplashamiz. Bizda sarlavha teglari bor. Sarlavha teglari va ular jami 6 ta. Ya'ni H1 bu ham 2 talik. Keyin H2 yana H3 shu tarzda jami ketadi. Har bittasi o'rtacha raqam bilan farqlanadi. Keling, to'liq yozib o'tirmay, bunday qilib oxirini yozib qo'yaman. Vaqtda yutamiz shunda. H6 Demak, jam 6 ta teg. Vazifasi so'zni yoki matnni hajm bilan farqlab chiqarish. Ya'ni kattaroq o'lchamda, kattaroq hajmda va to'q qora rangda chiqarib beradi. Deyarli hammasi bir xil qora rangda, to'q qora rangda chiqaradi, lekin 1, 2, 3, 4, 5, 6 deb farqlanishi esa bularni yozgan so'zimiz yoki yozuvimizni bir-biridan hajm bilan farqlab chiqaradi. Sizlar har bittasini sinab ko'ringlar. Men hozir qisqartirish uchun H1 dan H6 gacha yozib qo'ydim. Buni sinab ko'ramiz keyingi darslarda. Keyingisi paragrafdagi yoki bo'lmasam matnlardagi paragrafdagi va u bitta p tegidan iborat. U ham juft teglar sarasiga kiradi, ya'ni ikkitalik ochiluvchi va yopiluvchisi bor. Demak, o'rta qismga matn deb yozib qo'yaylik. Matn yoziladi. Xullas tushunyapsiz degan umiddaman. Bu yerga so'zlar, bu yerga ham so'zlar. Juftliklarda qayerga qanday yozish kerakligini tushunib olyapsiz degan umiddaman. Hali ko'proq amaliyotlar qilamiz. Keyin yana qanday teglarimiz bor? Misol uchun havolalar uchun. Havola degani linklar. Havola tegi. Bu A tegi.
Hal bular bilan darslarda alohida to'xtalib o'tamiz. ATG yana qanday turlar bor? Misol uchun rasm uchun mo'ljallangan. Rasm uchun image tog' tek hisoblanadi, ya'ni bittalik tek. Va shu va boshqa teglar ham kiradi. Misol uchun ro'yxat teglari. Ro'yxat tegi. Bunga UL kiradi. Shunaqa teglarimiz bor. Ya'ni vazifasi ko'ryapsiz, hashtaglar sarlavhalar uchun, matnlar uchun P tegi, havola uchun A tegi, rasm uchun image, ro'yxatlar uchun UL teglari ishlatiladi. Bu aytganimdek teglar vazifasi bizlar yozgan so'zlar yoki kontentlarni ekranga qanday chiqarib berish kerakligini anglatadi. Endi HTMLda attribut degan tushuncha bor. Attribut nima ekanligini hozir aytib o'taman. Demak, attributlar HTML teglarimizga qo'shimcha imkoniyat va funksiyalar taqdim etadi. Va ular ko'rinishi qanaqa bo'ladi? Turli xil attributlar bor. Bular amaliyotda gaplashamiz. Hozirda misol uchun imageda yoki bo'lmasam A tegini attribut bor maxsus. Misol uchun pastroqda yozib qo'yaylik, mana bunday attribut. Ikkita tegda adashmasam attribut. Uzr. Bu holat birozgina attribut. Attribut misol uchun href A tegini attribut hisoblanadi va yozilishi qanday bo'ladi? Yozilishi A yozamiz. Keyin to'liq qana qo'yaylik. Har doim attributlar teglarning ochiluvchi qismida juft teg bo'ladimi, tog' teg bo'ladimi farqi yo'q. Ochiluvchi qismida teg nomidan keyin bir joy tashlab yoziladi. Mana bunday holatda. Ba'zi attributlarda deyarli 90% holatda attributdan keyin teng belgisi qo'yib, ushtirma ichida uning qiymati ham yozib qo'yiladi. Demak, href attributining vazifasi bizlar qaysi saytga ketishimiz kerak bo'lsa, o'sha saytning linki turadi, joylashadi. Yoki bo'lmasa shunga o'xshash boshqa imageda bor. Search deyiladi, yoki bo'lmasa insert ham deyishadi. Image bittalik teg bo'lgani uchun uni yopiluvchisi yo'q, to'g'ri birinchi qismning ichida bosib ketaveramiz. Search ya'ni manzil fayllarimiz, rasmlarimiz joylashgan manzilga havola qiladi. Oboradi yoki olib keladi. Ko'ryapsiz, attributlar vazifasi o'sha tegga qo'shimcha imkoniyatlar, vazifalar taqdim etish ekan. Misol A tegini o'zi boshqa saytga olib o'ta olmaydi, yoki bo'lsa image tegini o'zi rasm olib kela olmaydi, lekin biz qayerdan rasm olib kelish yoki qaysi saytga olib borish kerakligini o'sha attributlar orqali bildirib o'tamiz ekan. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, HTML bu bizning saytlarimizning asosiy tub negizi hisoblanadi va uning vazifasi bizlar yozgan kodlarimiz yoki kontentlarimizni, ma'lumotlarimizni ekranga, ya'ni internetda, brauzerlarda qanday shaklda chiqishini belgilab beradigan asosiy belgilashtirish hisoblanadi. Hammangizga rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'ling.